Granny. Bugun men Grannyga aylanib o'yna olaman. Hozir Granny modiga aylanamiz. Endi Grannyni o'ldiramiz do'stlar. Qarang. O'ldi. Endi men hozir modiga kiraman. Granny modini o'chiraman. Men bu yerda ko'cha eshigidan qochamiz ekan. Ko'yligi hali ham bu yerda yotibdi. Men boks topib oldim. Boks nima deysizlarmi? Bu kitob. Bu. Grannyga aylanaman. Ishqilib sen meni yemoqchimisan? Men va mana bunday narsa topib oldim. Va Grannyga aylandim va bu yerdan surib oldim. Va bu yerga men ayyorchilik qilib qopqon ham qo'yib ketdim. Va men eshikni ochdim. Ana drop deb tashladim. Va bu yerda menga omadsiz narsa chiqdi. Aytgancha, men nima qila olishimni bildingiz degan umiddaman. Men mana bunday qila olaman. Yo'q. Bundachi. Buni olaman, menga kerak. Sekundar iltimos. Bu yerda menga kerakli narsa yo'q edi. Va men qarg'ani uyini topishga harakat qildim. Va bu yerda men mana bu yerga yuraman. Yo'q. Bu yerda menga kerak emas narsalar ko'p edi, do'stlar. Va bu yerda menga mana bunday narsa chiqdi. Axir men spektator rejimidaman. Grannyjon. Qaraysan? O'rtadagi nuqtaga qarab tursangiz, menga ko'k ko'rinyapti. Sizlargacha meni ko'zim yoki ishdan chiqqan, yo'q. Menga o'zi ashnaqa ko'rinyapti. Tfuy. Qolgan payt switchga chiqmaydimi? Va bu yerda menga kerakli narsa bo'ladi dedim, qansa. Menga o'z kiyimingni berib tura olmaysanmi? O'ldi yana bir marta. Endi men Granny rejimida mana bunday qilib va men mana bunday qila olaman. Ana bo'ldi. Menga aytgancha, sizlarga qarshilik qilmayman degan umiddaman. Bu video cho'zilib ketyapti, bo'lmasa men video qo'ya olmayman YouTube'ga. Bu ishni men yaxshisi qilmaganim yaxshi edi. Endi o'z boshimga shuncha ish. Qanaqa narsalar paydo bo'ldi endi bu yerda men bilmadim. Moblarni ko'pligini. Bu qora Granny-yu poplovchi. Mayli. Va men qocholmasligim aniq edi.
jinnini yoqmasdan unda ketdik. Birini bu. What is? Ajiz kattami? Nima bo'ldi hozir? Shuncha ish. Ding ding ding. Ke. Of. Yana men teskarmacha tug'ilaman deyodim. Yo'q, men teskarmacha tug'ildim. Bu ishni men bekor qildim. Hozir mana bu yerdan kelib qaraydi, to'qmog'ini menga tiqmoqchi bo'ladi do'stlar. Bu qopqon qo'yib ketdi. Lekin men ayyorchilik qilib ko'rmoqchi bo'ldim. Lekin u zinaga qo'yib ketmoqchi bo'lgan ekan. Men uni topa olmadim va izdan ketdim. Bu. Mana bu yerga qopqon qo'yib ketgan. Yaramas pachoq. Bir marta qopqonga tushkim kelmayapti-ku. What is that? Ana. Biz qopqonga tushdi deb chiqadi bu. Afsuski yo'q. Bodringjonim. Keling yaxshisi qo'lashmacha o'ynaylik siz bilan. Men buni topdim-da va buni bu yerga tashladim. Va men qochdim. Shu paytda meni yomon ishlar kutayotgan ekanmish. Cheksizlik sari olg'a. Ding ding. Boom, what is? Video shu joyda tugaydi. Hammaga xayr, obuna bo'lish eslaringdan chiqmasin. Bugungi video yoqdi degan umiddaman.